Liksiyimizden başlayımız hürmetlik vatandaşlarla yenip girdik. Endiki liksiye mındak. Mavzu mındak. Avustralya Taşkı İşler Ministeri Cumhuriyet'in Taşkı İşler Ministeri'ne Şinjan meselesini ortaya koydu. Mavzulu haber 11. ayının 8. gün Amerika Vaz'ın Xitay Dil programı ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Muşu mavzuğa dikkat kılan vatandaşım. Siz biz Uygur'un takdirge münasebetlik mavzu. Washington. Avustralya'nın Taşkı İşler Ministeri PN 11. ayının 8. günü Cumhur'un Taşkı İşler Ministeri Wang Yi bilen söhbetleşkendiğin keyin muhbirlarni kütüp eleş yığınida mundaq görsetdi. Men hakikaten Cumhur tarafga Şinjan meselesini yani müstemlik Uyg'uriston meselesini o'ttirg'a qo'ydim. Lekin bu hanım muhokama qilingan tafsilotlar to'g'risida bir narsa demedi. Navbatda Beijing Şinjanda zo'r ko'lamda qayta tarbiyalash lageri qurish masalasida borgan sira xalqaro besimga duch keldi. Avustralya'nın Taşkı İşler Ministeri PN muşu hafta bu işe ciddi köngül bo'ladiganligini ko'rsatgan. Muş cümleni yani bir tekrarlay. Avustralya'nın Taşkı İşler Ministeri PN muşu hafta bu işe ciddi köngül bo'ladiganligini ko'rsatgan. Wang Yi, Cumhuriyet'in Taşkı İşler Ministeri Wang Yi muhbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Zo'ravonlarga zarb berish masalasida Cumhuriyet'in siyaseti zarbe berish bilan mudofaa ko'rishni birlashtirishdan iborat. Bugungi dunyoda Uyg'urga munosabatlik faqat davlat terrorizmi, davlat zo'ravonligi borki, Şinjan degan yerda, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda ikkinchi bir xil zo'ravonlik yo'q. Faqat Xitoyning davlat zo'ravonligi, davlat terrorizmi bor. O mundaq ko'rsatdi. Bu ish bir xil qurilish xarakterlik ish, Wang Yi da'vatidir. Hamda ahamiyatli sinab beqish tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. 1 millionga yaqin Uyg'urlar, Qozoqlar, yana boshqa musulmon millatlar bu tarbiyalash lagerlariga qamaldi. Amerika qatorliq g'arb davlatlari haftaning 2 kuni Jenevada Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetining yig'inida Cumhuriyet'in bu nazarband qilinganlarni lagerdan qo'yib berishiga haydakchilik qildi. Cumhuriyet'in bu nazarband qilingan Uyg'ur qozoqlarni lagerdan qo'yib berishiga haydakchilik qildi. Oz ko'riladigan bir ish, yana bir xabar. Hujum qilishga javob qaytirdi. Beijing chet el siyosiy yo'llarini Tibetni ziyorat qilishga taklif qildi. Mavzu mundaq takrorlayman vatandosh, oz ko'riladigan bir ish. Hujum qilishga javob qaytirib, Beijing chet el siyosiy yo'llarini Tibetni ziyorat qilishga taklif qildi. Mavzuli xabar 11. ayının 8. günü Dünya Gazetesi e'lon qildi. Xabar mundaq boshlanadi. Kishilik huquq masalasi azaldan G'arb dunyosi ching turib kelgan Cumhuriyet'in yetim qovurg'isi tutib oladigan masaladir. Bo'libmi Şinjanda mustamlik Uyg'uristonda qurilgan qayta tarbiyalash to'g'risidagi xabarlar fosh qilingandan keyin Beijing yana bir qatim G'arb dunyosining qaranchiqiga aylandi. Yani hujum qilish qaranchiqiga aylandi. Her qaysi ellar Cumhurga besim ishiltayotganmi shundaq bir paytda Cumhurning Tashqi ishlar ministrligi to'g'ri betida tunji qatim kishilik huquq kapolatnomasi tadbirlari hujjatini e'lon qildi. Cümleden alakadar chet el siyosiy arbobları ve chet ellerinin Cumhurda turishliq bosh elchilarini Tibet qatorliq oz sonliq millat raiylarini ziyorat qilishga taklif qildi.
Xitoy hozir jur'at qilib, bu yerda Shinjang degan ismni qizga olamidi? Bu yerda sizlar diqqat qiladigan gap, Tibet qatorliq oz sonliq millat rayonlarini ziyorat qilishga taklif qildi. Chet el siyosiy yo'llari va Jungo turishliq bosh elchilar. Bu albatta nihoyat oz uchraydigan taklif qilishdir. Birleşken Devletler Teşkilat Kişilik Hukuk Komiteti 6. günü Jungo'nun kişilik hukuk ahvalı doğrusunda basqoç karakterlik muhakeme, münazire yığını açkanda cümleden Kanada, Fransa, Germaniya, Avustralya ve Yaponiya qatarlıq devletler Jungo hükümetinin Şinjan'da kurgan kayıt terbiyeleş lagerini taqaş doğrusunda aydakçılık qil. Reuters mundaq ko'rsatdi. Reuters agentligi mundaq ko'rsatdi. Muhokama jarayonida Jungoning kishilik huquq ahvoli g'arb davlatlarining tanqid qilishiga uchradi. Fransiya elchisi mundaq ko'rsatdi. Beijing zo'r ko'lamda nazarband qilishni darhol to'xtatish kerak. Hamda Tibet va Shinjongni o'z ichiga olgan Greydallarning diniy e'tiqod erkinligi kapolat qilishni talab qildi. Germaniya elchisi bo'lsa, Jungo tarafning barliq qonunsiz nazarband qilgan, jumladan Shinjongda, mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urlar nazarband qilingan Uyg'urlar va boshqa musulmonlarni zo'r ko'lamda nazarband qilishga qartilgan chaqiriq, ya'ni u yoq qo'yib o'tish to'g'risida shular qartilgan chaqiriq e'lon qildi. Kanada elçisi Jungo tarafının barlıq mecburi nazarband qilingan Uyghur milleti ve başka Müslüman asallık milletlerini derhal nazarbanddan qo'yib berishga aydakchilik qildi. Yuqorqi ayblashlar ve besim ishiltishlar derhal Jungo tarafının rad qilishi ve norozilig'iga o'xshirdi. Shu kuni vakillar umigini boshlab yig'inga qatnashgan Jungo Tashqi ishlar ministerligining muavin ministri Li Yuqing G'arb dunyosini dumbalab, kishilik huquq bilan Jungoning ichki ishlariga aralashishga qat'iy qarshi turamiz dedi. Uzun o'tmay, Jungo Tashqi ishlar ministrligi keyinida to'r betida Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetining 3-qatimliq ayrim davlatlar kishilik huquq ahvolini muhokama qilish yig'iniga qatnashib, tashqi dunyoga bir qator kishilik huquq kapolatnomasining yangi tadbirlar hujjatida 30 modellikni e'lon qildi. Uning ichidagi bir tur xalqaro yig'inlarga va ilmiy fikr almashtirish faoliyatlariga birlashtirib, alaqadar chet el davlatlar siyosiy arboblarning va Jungoda turishliq elchilarning Tibet qatorliq oz sonliq millat rayonlarini ziyorat qilishiga taklif qildi. Beijing azaldan Tibet va Shinjang qatorliq joylarni mustaqillikka berib ketiladigan sezgir rayonlar deb qarab kelganlikdan bu yil Tibetning daisi Dalai Lama davlat sirtida yanada faoliyat qilganligini qo'shganda aloqador taraflarning chet el siyosiy arboblarini Tibet qatorliq joylarga ziyorat qilishga taklif qilganligi bu oz uchraydigan bir ahvol bo'lib, keng ko'lamli diqqatni, nazarni o'ziga tortdi. BBC'nin xabar qilishiga asoslanganda sun'iy hamroh sonliq ma'lumotlar oshkorildiki, Shinjongda yangi bexatarlik aslahalari 2017-yil ro'shan oldi ko'paygan. Jungo taraf bu lagerlarni tarbiyalash markazi deb atagan. Yaqinda Germaniya olimi Adrian Zenis dokladida tayyorlagan sonliq ma'lumotlar oshkorildiki, Shinjongda tashkil tarbiyalashga ajratilgan pul 2017-yili amaliy 7% tuvalligan. O'xshashla bexatarlikka munosabatlik aslahalarning qurilishi yuqori o'rlab 20 milliard yuan ko'paytirilgan. Jingo'in mundaq ko'rsatdi. Shinjongda xarajat normasi aksi ettirilgan chiqimning shakli birdak yuqori darajalik bexatarlik ko'lami siyosiy ta'birlar, siyosiy tarbiyalash aslahalari va turlari qurilishi ularning maqsadi, mushlarni qurishning maqsadi hamda eng oddiy tartiblari
100 minglag'an, balki millionlag'an Uyg'urlarni nazarban qilish uchundir. Yuqorqisi Birleşken Devletler Teşkilatı'da bo'lib o'tgan ishlar vatandaşı.